Azamat, hayolin kaftarchada uch yuribdi, o'zingga yo'qsan? Usta, bu bittasini sevib qoldim. Zo'r-ku, o'ylanasan, to'y qilamiz. Faqat 9 yosh katta-da. Ya bilmovdingmi sen shu narsani? Ha, endi shunaqa bo'lib qoldi usta bu. Shunaqasi ham bo'laganda, ha? Azamat, u qiz maktabga borganiga sen tug'ilganda, ha? Qo'ying usta bu. Sevgi yosh tanlamaydi, rang tanlamaydi, farosat ham tanlamayganda. To'yda qildim. Ha, usta bu nima o'ylayapsiz? Yo'q, u qiz xalqqa uzuk to'qib yurgan payt sen pampers to'qqanda, ha? Usta bu qo'ymaganda siz boshqa narsalar haqida o'ylang, yuring. Yo, hayoldan ketmayapti, chota. Azamat, bu magazinni u boshi ko'rinmayapti-ku, bu zavodmi, bu magazinmi, bu nima bu? Bu Urgutdagi eng katta Urgaz rasmiy gilam do'koni usta bu. Gapni eshiting. Bu magazinga 4-dan 30-dekabrgacha mega aksiya bo'lyapti. O'g'ey, Barcha gilamlarda zavoddan ham arzon narxga olsangiz bo'ladi. archa bayramki toza. 10% dan 60% gacha aksiya qo'yilgan. Ha, to'ying ham bonusli o'tayganda. Boring, Azamat, gilam olib bo'ldingmi? Ha, olib bo'l. Bitta narsaga tushunmayapman-da. Ona tili matematika tugul vatan tuyg'usiga ham to'g'ri kelmayapti-da. Qaysi kalla bilan sevding? Usta bu ikki xonali uy olib beryapti menga, shu uchun sevdim. Seriozmi? Ha? Azamat, bu sevgilingning onasi mendan necha yosh katta? Sizdan 15 yosh katta. Gaplashib beraymi? Haqiqatan sevgi yosh tanlamay ekan, gaplashib bejura. Keling.